Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan ingliz tilidagi kattaligi bo'yicha ikkinchi darajada turadigan modal fe'llari darsimizni boshlaymiz. Sizlar bilan 12 zamon mavzusini ko'rib chiqqan edik to'liq. Endi esa demak, modal fe'llarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizning darsimiz umumiy hisobda birinchi kun, mana bugun demak, sizlar bilan modallar bilan tanishtiruv introduction to the modal verbs demak, tanishtiruv qismi bo'lib o'tadi. Demak, keyingi darsda, ikkinchi darsda biz can oilasini ko'rib chiqamiz. Bularni oila deyman, chunki mana can modal fe'li va uning ichida demak, uning o'sha oila a'zolari bor. Keyingi darsda 3-kunda may oilasini ko'rib chiqamiz. 4-kunda should oilasini ko'rib chiqamiz va 5-kunda must oilasi va oxirgi kunda demak would oilasini ko'rib chiqamiz. Demak, oxirgi kunda bitta bonuslik dars bo'lib o'tadi 7-kun sifatida. Demak, kelinglar bugun sizlar bilan modal fe'llarni demak darslarni boshlaydigan bo'lsak. Endi har bir narsani o'rganayotganda uni asosiy maqsadini biz birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak. Masalan, 12 zamon nima uchun o'rgandik? 12 ta zamonni shuncha qiynalib, demak shuncha mavzularni o'rgandik. Nima uchun? Sabab nima edi 12 zamonni o'rganishimizdan? Men buni 12 zamonni ichida ham aytib o'tib ketganman. 12 ta zamon bizga kerak ish harakatni qachon bajarilganligini ifodalash uchun. Endi modal fe'llari ham bizga nima kerak? O'zi mana bundan o'rganib nima foyda topamiz modal fe'llarni o'rganib degan savol sizlarda demak tug'ilishi mumkin. Kelinglar shu savolga demak javob berib o'tishga harakat qilaman. Modal fe'llari o'zbek tiliga endi verb degani, fe'l degani, modal degani modal tarjima qilinmaydi. O'sha modal fe'li deb o'zbek tiliga ham kirib kelgan, rus tiliga ham xuddi shunday holatda kirib kelgan. Endi demak, modal fe'llari bizga nima uchun kerak degan savolga javob beramiz. Men allaqachon mana jadval bo'lganligi uchun demak to'ldirib chiqqanman. Demak, kelinglar bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida umumiy hisobda 5 ta modal fe'li oilasi mavjud bo'lib, ular o'zidan keyin kelgan ish harakatga, ya'ni fe'lga, verbga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Kelinglar birinchi gapni tushuntirib beray. 5 ta modal fe'li oilasi. Modal fe'li oilasi nima degani? Mana bu can oilasi, mana ichida shuncha demak oila a'zolari bizda bor. Ko'rib turganlaringizda can modal fe'lining demak o'sha oila a'zolarida demak could bor, to be able to bor, manage to verb 1 bor, can't have verbs ready, could have verbs ready kabi modal fe'llar bor. Demak, bularning hammasi can oilasiga kiradi. Mana shu qator. Ikkinchi oila bor, demak may oilasi. Mana may oilasida 4 ta a'zo bor. Keyingi oila bizda should. Mana should oilasining ichida mana shuncha demak o'sha oila a'zolari bor va mustda demak bu ham kattagina oila ko'rib turganlaringizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta oila a'zosi bor va would eng demak o'sha qisqa modal fe'limiz 2 donagina demak o'sha oila a'zosi bor. Demak, 5 ta modal fe'li oilasi degani nimani nazarda tutayotganimni tushundingizlar-a? Mana bu birinchi oila, ikkinchi oila, 3, 4, 5. Endi oila a'zolari mana ichidagi oila a'zolari mana bu oila ya'ni ota yoki onaga o'xshaydi. Ya'ni masalan couldni, to be able to, manage to, can't have verbs ready, could have verbs ready'ning ma'nolari can'ga o'xshaydi. O'sha uchun ham bular bitta oila. Oila bo'lgandan keyin o'sha aka-ukasiga o'xshaydi, opa-singliga o'xshaydi. Oila a'zo bo'lgandan keyin bir-biriga o'xshab ketadi. Xuddi shunday may oilasi ham qiladigan ishi, qoidalari bir-biriga o'xshab ketadi. Shudda ham xuddi shu ahvol, mastda ham xuddi shu narsa, wudda ham xuddi shu narsa. Demak, endi bu birinchi gapni menimcha tushundingizlar deb umid qilaman. Endi kelinglar, mana bu gapga, demak, tushuncha berishga harakat qilaman, tushuntirish berishga. Ular o'zidan keyin kelgan ish harakatga, fe'lga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Ya'ni modalni maqsadi nima ekan? Maqsadi mana shu. O'zidan keyin kelgan fe'lga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Masalan, o'sha can modal fe'lini juda ham ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Masalan, nima deyapman? I can swim deyapman. Demak, I can swim degani men suza olaman degan tarjimani beradi. Hozir mana bu qoidani sizlarga tushuntirib beraman. E'tibor qilinglar. Can modal fe'li, ya'ni ular deganda bizada o'sha modal fe'llarni nazarda tutyapmiz. Mana modal fe'li o'zidan keyin fe'l keladi doimo. Mana o'zidan keyin kelgan fe'lga, mana o'zidan keyin doim fe'l keladi. Qo'shimcha ma'no yuklaydi. Swim degani suzmoq bo'lsa, suzmoqqa can qo'shimcha ma'no yuklayapti. Ya'ni suzishni
qo'limdan keladi demoqchi biza. Ya'ni men suza olaman demoqchimiz. Maktabda can endi eng ko'p o'tiladigan, eng ko'p kishi biladigan modal fe'llardan biri bo'lganligi uchun shu bilan misol berdim sizlarga boshdan. Demak, I can swim degani men suza olaman. Ya'ni can modal fe'li, ya'ni modal fe'l, o'zidan keyin kelgan fe'lga qo'shimcha ma'no beryapti. Ya'ni suzish so'ziga suzishni qila olishimizni aytyapti. Yetib bordimi? Demak, ular modal fe'llar o'zidan keyin kelgan ish harakatga fe'lga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Bu modal fe'llarning maqsadi ekan. Mana shu modal fe'lni nima uchun o'rganyapmiz desak, modal fe'li demak o'sha fe'llarga qo'shimcha ma'no yuklash uchun xizmat qilar ekan. Endi modal fe'llar turiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Guruhi demak ikki turga bo'linar ekan. Modallar, ya'ni to'liq modal fe'llar va semi modals deyiladi. Chala modal fe'llar. Yashilga bo'yaganman, keyin tushuntiraman. Modal fe'llariga. Demak, to'liq modal fe'l va chala modal fe'llarga bo'linadi. Endi demak, chala modal fe'llarni mana bu yoqqa men sizlarga yashil rangga bo'yab qo'yganman. Mana bu jadvalga qarasak, mana bu yoqda o'sha 5 ta oila bo'lsa, 5 ta oilaning ichida taxminan bir oila a'zolari bilan hammasi bir 20 taday bo'lsa, mana 20 taday modal fe'l bor shu yoqda, taxminan endi aytyapman. 4 taginasi yashilga bo'yalgan mana. 4 dona modal fe'limizni nimaga bo'yaganmiz? Yashilga bo'yaganmiz. Nima uchun yashilga bo'yaganimizni tushunib yetgan bo'lsalaringiz kerak. Chunki bu 4 ta modal fe'limiz chala modal fe'l hisoblanadi. Qolgan barcha modal fe'llarimiz to'liq modal fe'l hisoblanadi. Demak, mana bu 4 taginasi chala, qolgan barchasi to'liq modal fe'l hisoblanar ekan. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, to'liq modal fe'l va chala modal fe'lning farqi nima? Qanday bilamiz? Xo'p, yashillari bilan yashil emaslarning nima farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Kelinglar, buni sizlarga oddiy ko'cha tilida, demak, dehqonchasiga tushuntirib berishga harakat qilaman. To'liq modal fe'l degani do'stlar, buni mana oilaga o'xshatdik, boshdan-bosh ham 5 ta oilasi mavjud bo'lib dedik. Buni otasi ham, onasi ham modal bo'lib o'tgan, 7 pushti to'liq modal fe'llarni modal bo'lib o'tgan do'stlar. Ya'ni bu qoni toza modal mana bularni. Yashilga bo'yalmaganlarni, to'liqlarni. Chalalarga keladigan bo'lsak do'stlar, chalalarni yo onasi modal, yo dadasi modal. Narigi tomoni esa zamon hisoblanadi. Ya'ni chala modal fe'llar zamon bilan, ya'ni onasi masalan deylik zamon, dadasi modal qo'shilishidan paydo bo'lganlarga chala modal fe'l deyiladi. O'sha uchun ham bularning nomi nima ekan? Chala modal fe'l ekan. Ya'ni bular to'liq modal fe'l emas, chala. Onasi modal, dadasi zamon. Ya'ni qoni toza modal fe'l emas. Sizlarga ko'cha tilida shunaqa qilib tushuntiraman. Demak, mana bu bizada 5 ta oila bor ekan. Buni har birini biz alohida darsda demak ko'rib chiqamiz. 5 ta demak o'sha modal fe'l oilasi bizdan 5 ta darsda demak qamrab oladi. Mana bugun biz hech qanday modal fe'l o'rganmaymiz. Bugungi darsimiz modal fe'lga kirish qism. Bugun men sizlarga o'z modal fe'l nima ekanligini tushuntirib beraman. Kelasi darsdan xudo xolasa 2-kundan Ken oilasidan boshlaymiz. Demak, birinchi masala mana shu jadval yetib bordimi hammalaringizga? Tushundingizlarmi? Demak, mana bu yashilga olinganlari chala ekan, qolgan hammasi to'liq modal fe'l ekan. Endi sizlarda ikkinchi savol tug'ilishi mumkin. Chala bilan to'liq modal fe'lning yana boshqa farqi bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, kelinglar shu savolga javob berib o'taman. Mana bu yoqda shu narsaga demak javob beramiz. Bunday qilib yashilga olaman. Qaranglar. Shuningdek, semi modal fe'llar, modal fe'llar, ya'ni chala modal fe'llar chala demak, xullas tushundingizlar. Chala modal fe'llar demak, 12 ta zamonga tuslanadi. Shu narsani inobatga olinglar. Ya'ni chala bilan to'liqning ikkinchi farqi mana bu yashilga olingan 4 donagina modal fe'limiz 12 ta zamon o'tdik-ku, zamoni shu 12 ta zamon bilan yasaladi. Masalan, o'sha past simple, past continuous, past perfect, future perfect, future simple, ya'ni o'sha 12 ta zamon bo'yicha formulasi asosida yasaladi. Demak, chalalarimiz 12 ta zamon formulasi asosida yasaladi. Ya'ni mana tepadagi 4 donagina modal fe'limiz. Chunki aytdim-ku men sizlarga, buni dadasi modal, onasi zamon. O'sha qonida zamon bo'lganligi uchun 12 zamon bo'yicha zamoni yasaladi. To'liq modal fe'llar esa faqatgina quyidagi 4 ta zamonga ega. Ya'ni chalalar, chala modal fe'llar 12 ta oldin o'tgan zamonlarimiz bo'yicha tuslansa, ya'ni yasalsa formulasi asosida, mana bu
to'yliqlar, mana bu to'yliq modal fe'llarimiz, oq rangdagisi bo'yalmaganlarini o'zini alohida 4 ta zamoni bor ekan, hurmatli o'quvchilar. O'zini alohida 4 ta nimasi bor ekan? Zamoni bor ekan. Ya'ni, mantiq bunaqa bo'lyapti. Demak, to'liq modal fe'llar o'zini 4 ta zamoniga ega, ya'ni o'zini 4 ta alohida shaxsiy mana bu 4 ta zamoniga ega bo'lsa, chala modal fe'llar esa oddiy o'nikta zamon formulasi bilan tuslanadi yoki o'sha tuslanadini tushunmasalaringiz yasaladi. Ya'ni xulosa nima bo'lyapti? Chala bilan to'liqni ikkinchi farqi. To'liq modal fe'llarimiz o'zini 4 ta zamoniga ega. Ya'ni mana bu 4 ta zamonga ega. Chala modal fe'llarimiz esa 12 ta zamon formulasi bilan tuslanadi yoki yasaladi. Ya'ni o'sha o'tilgan 12 ta zamonimiz bo'yicha yasaladi. O'shani formulasiga, ya'ni mana 4 ta yashildagilarni shuni formulasiga qo'yib yasaysizlar. Masalan, past simple bo'lsa, mana bu need ni ustiga ed qo'shamiz. Needed to verb 1 bo'ladi. Buniki have had ga o'zgaradi. To be, masalan, past simple da was, were, able to verb 1 ga o'zgaradi. Buni o'zi past simple da turibdi, managed to verb 1. Menimcha yetib bordi. Kelinglar, endi mana bu original modal fe'llarimizni, ya'ni mana bu to'liq modal fe'llarimizni men sariqga olaman. Demak, to'liq modal fe'llarimizni 4 ta zamoniga e'tibor qaratamiz. Mana formulasi mana bu yoqda berilgan. Demak, present future simple zamonni formulasi quyidagicha: affirmative form plus shakli, bu yoq minus shakli va bu yoq so'roq shakli. Plus shaklda, hurmatli o'quvchilar, birinchi subjekt ish harakati bajaruvchisi, undan keyin modal fe'llardan biri qo'yiladi. Modal degani nima degani? Mana bu yerda hammasiga modal turibdi, ko'ryapsizlar. Bu nimani anglatadi? Bu degani mana bu jadval oqdagi, jadvalni ichidagi oqdagi bitta modalni olasan, qo'yasan mana. Shouldmi, maymi, canmi olasan, shu modal degan joyga shu bittasini qo'yasan va undan keyin fe'l birinchi shaklda kelar ekan. Plus shaklda. Inkor shaklda, demak, modaldan keyin not qo'yiladi. So'roqda modal oldakka chiqadi. Bitta narsaga e'tibor qilamiz. Modallarni present va future uchun formulasi bitta. Ya'ni mana shu formulada san gap tutsang, bu yoki hozirgi zamonni yoki kelasi zamonni anglatadi. Biz qayerdan bilamiz hozirni anglatyaptimi, kelajakda anglatyaptimi degan savol tug'ilsa, albatta yoniga kal so'zi turadi. Masalan, hozir deyotgan bo'lsa yoki doimo deyotgan bo'lsa present. Ertaga deyotgan bo'lsa future ma'noda kelayotgan bo'ladi. Keyingi zamoni present, future, continuous uchun ham formulamiz bitta. Subject modaldan bittasini qo'yasizlar, be, verb, ing. Inkorda modaldan keyin not, so'roqda modal oldakka chiqadi. Subject, be, verb, ing. Past simple formulasi bor, 3-zamonimiz. Subject, modal, have, verb 3D. Have, verb 3D ni ko'rib, perfect, perfect deb dovdiramanglar, hurmatli o'quvchilar. Modal umuman boshqa narsa. Biz nima desam, deylik, zamonlar Yupiter bo'lsa, modallar Venera masalan, umuman boshqa sayyoralar. Ikkalasini bir-biriga aralashtirib kasha qilib tashamanglar. Bu yoqda have, verb 3D perfect formulasi deb chalg'imanglar. Bu past simple bu. Ya'ni oddiy o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni ifodalaydi mana bu formulamiz. Demak, subject, modal, have, verb 3D. Demak, inkorda modaldan keyin nima qo'yiladi? Not, have, verb 3D. So'roqda modal oldakka chiqadi. Subject, have, verb 3D. Tak, past continuous ga qaraymiz endi. Past continuous'imizda subject, modal, have been, verb ing formulamiz. Subject, modal, not qo'yiladi. Have been, verb ing. So'roqda albatta modal oldakka chiqadi. 4 ta zamoni bor ekan. Bu qaysi modalni zamoni ekan? Bu to'liq modallarning zamoni ekan. Demak, agar biz mana bu present, future, simple da alohida qilsak, bu ikkalasini alohida qilsak, 4 ta emas, zamonimiz nechta bo'lar ekan? 6 ta zamonga ega bo'lar ekan. Demak, endi bu ikkalasi uchun bitta formula bo'lgani uchun o'sha 4 ta zamoniga ega deb qo'yganmiz. Agar kengaytirsak, mantiq bo'yicha 6 ta zamonga ega. Demak, shunda xulosa bo'lyapti. Chala modal fe'llar oddiy 12 ta zamon bilan yasaladi. To'liq modal fe'llarimiz mana bunday 4 ta zamon bilan yasaladi. O'zini alohida, demak, zamoniga ega.
Ya'ni mana bu oqdagilar. Endi mana ba'zilariga e'tibor qiling, mana have verb 3D bilan tugayapti. Can't have, could have verb 3D, might have verb 3D, may have verb 3D. Have verb 3D bilan tugayaptimi? Demak, mana past simple'da mana subject, modal, have verb 3. Demak, bu mana bular hammasi o'sha yuqorida ko'rganlarimiz, mana bu have verb 3D bilan tugayotganlar hammasi o'tgan zamon shakli ekan modal fe'llarimizda. Hurmatli o'quvchilar, bu birinchi darsimiz edi sizlar bilan. Demak, modal fe'llariga kirish qismi edi. Demak, bugun sizlar bilan nimalarni o'rgandik modal fe'llar haqida? Modal fe'llarni 5 ta oilasi bor ekan, oila a'zolari bor ekan ichida. Demak, maqsadi nima ekan? O'zidan keyin kelgan fe'lga qo'shimcha ma'no yuklaydi. O'zidan keyin kelgan, mana o'zidan keyin kelgan fe'lga qo'shimcha ma'no yuklayapti. Kendan keyin swim kelyapti, swimga qo'shimcha ma'noni yuklayapti ken, ya'ni suza olaman deyapmiz. Turiga ko'ra 2 guruhga bo'linadi. Demak, to'liq modallar va chala modal fe'llariga bo'linar ekan. Demak, mana o'sha o'tiladigan modal fe'llar soni va mana bu yoqda o'sha to'liq modal fe'llarimizning alohida 4 ta zamoni. Demak, hurmatli o'quvchilar, day 1 tugadi. Demak, intro to modal verbs darsimiz tugadi. Xudo xolasa, keyingi darsda demak day 2 can oilasini demak o'sha ko'rib o'tamiz. Hurmatli o'quvchilar, menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Demak, keyingi darsgacha salomat bo'lasizlar.